Hozir chiqyapman, Jenurson. Nima bo'ldi, janob mer? Meni. Nima? Xullas. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas yo'qolib qoldi. Kim yo'qoldi? Xotinim. Nima? Xotinim yo'qoldi. Stop, xotiningiz yo'qoldi. Ha, detektivsan-ku, menga yordam bermasang bo'lmaydi endi. Ha, yordam beraman o'zi. Nima uchun? Bilmasam. Ha, mayli. Ha, g'alati holat. Hammaga salomlar. Men ismim James Mek va yangi videoga xush kelibsizlar. Albatta, merning ertalabdan duch kelgan muammosi umuman yaxshi emas. Bilmadim qanday yordam beraman. Mayli, borib hozir hammasini so'rab surishtirib ko'ramiz. Nima gap ekan qishloqda va qayoqqa g'oyib bo'libdi merni xotini. Albatta o'ylamanimki, detektiv bo'lib ishga kirganimda bunaqangi narsalar bilan shug'ullanaman deb, lekin sizlar tasavvur ham qila olmaysizlarki, oilaviy masalalar qanchalik ko'p uchrashini shaxsiy, xususiy detektivlar hayotida. Ha, do'stlar, men hattoki bir boy oilada shaxsiy detektiv bo'lib 5 yil ishlab berganman. Shundan meni juda ham ko'p tanish-bilishlarim va albatta tajribam bor. Bunaqangi oilaviy mavzularda men nima desam ekan, professionalman. Shuning uchun ham kelinglar birdaniga hozir kartoshka masalasini hal qilamizda. Shu bilan borib merga yordam beramiz, chunki mer ham oddiygina odam. Men endi uni mansabini hisobga olmaganda unga yordam berib qarab turmasak bo'lmaydi. Ha, mayli, ketdik do'stlar. Hozir kartoshkasini beramizda, xotinini qidirib ko'ramiz qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan. Xo'sh, janob mer, ha, mana kartoshkalarni olib keldim. Yaxshi, xotin temasi nima bo'ladi? Endi uni bilmadim. Juda ham qiyin masala. Qani bir ko'rib chiqaychi xonani. Ha, ko'raver. Undan tashqari olmoslarim yo'qolibdi. Shkafning tagida edi. Shkafning tagida? Ha, mana shu yotoq boshidagi, bu yerda narsalar. O'shaning tagida ko'rdim janob mer, ko'rdim. Birin-ketin ko'ray, uni ham qarayman. Xo'p. Ha, mayli, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Bu yerda kompyuter va qani, ha, yashikning ichi bo'sh. Ichida qancha edi? Ichi to'la edi, olmos. Olmosga, ha, stak hammasi. Stak? Ha, qayerdan buncha pulni oldingiz? So'rama uni. Ha, mayli. Men ishim faqatgina qidirib topish xotinini. Okey, bu taraflarni bir ko'raylikchi. Mashina bir dona mashina turibdi, lekin tak, g'alati. Nima uchun shkafda ikkita kalit, lekin bu yerda bitta mashina turibdi. U ham bo'lsa qaysidir o'yinchini ko'rgandim. Xo'sh, janob mer, ha, menimcha xotiningiz qochib ketgan. Qayoqqa qochib ketadi? Bilmadim, lekin odatda 90% holatlarda shunday bo'ladi. Qayoqqa qochadi? Bilmasam, bunday demoqchi emasman-ku, lekin menimcha boshqa erkak bilan. Yo'q, xo'sh. Ha, o'ylamaganim-ki, iqror Minecraftga aylanib qolishini. Tak. Salom jitel. Salom. Sen kecha hech qanday g'alati narsa ko'rmaganmiding? Qanaqa? Merni xotini bilan? Yo'q, shunchaki xabsirab yurgandi. Xabsirab? Ha. G'alati. Ana kichkina uyga kirib yurgandi. Kichkina uyga? Qaysi kichkina uyga? Orqa tarafdagi. Mana bungami? Ha. Tushunarli. Bu uyga nima uchun kirgan bo'lishi mumkin? Tak, bu yer yopiq ekan. G'alati. Hozir men instrumentlarni olib kelib, bemalol ochib ko'rishim mumkin bo'ladi. Kim menga nima deydi? Bu qishloqda menga hamma haq-huquqlar berilgan, xohlagan joyimga kirishim mumkin va albatta hech kim aytmasa ham o'ldirishim mumkin. Ha, mayli, mavzudan chetlashmaylik, boramizda kichkina uyni ochib ko'ramiz. Xo'sh. Nima bo'lyapti? Nima ishing bor? Men ochishim kerak bu yerda. Merni xotinini qidiryapman. Bo'pti. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Bu yerda kamera bor ekan. Yomon emas. Bu qiziq va tepa ochiq shunchaki. Tak, bu yerda yashik, yana bitta yashik. Lekin hammasi bo'sh. Lekin nima uchun? Agarda bularning tagida nimadir bo'lmasa, bular shunchaki ko'zni. Tushunarli. Bo'ldi, bildim. Hozir instrumentlar bilan bir kelib ketaman bu yerga yana. Nima qilmoqchisan? Shoy, jitel, ha. Kecha tunda bu yerda g'alati narsalar bo'lmaganmidi? Ana, u kichkina uyda seni uyingga yaqin ekanda. Ha, kimdir kovlagandek bo'lgandi. Shu uyda, ha. Yaxshi, jitel, katta rahmat. Soat nechida edi? Kechasi 3larda. Tushunarli. Xo'sh. Albatta, bunday deyishni istamagan bo'lardim, lekin merni xotini pastga kirib olgan shekilli. Lekin nima uchun? Hayronman. Buni hozir aniqlashtirib olamiz va menga buning uchun kirka kerak bo'ladi. Afsuski, sразу o'zim bilan olmabman-da. Ha, mayli. Chunki axir men eng boshdan uyni tagiga tushishni reja qilmaganim, lekin agarda uyni tagida boshqasi bo'lsa-chi, masalan, Crazy Jitel, chunki u ham uylarning tagiga kirib chiqib yurishni kim eslasa juda ham yoqtirardi va merni xotinini o'sha Jitel o'g'irlab ketgan bo'lsa nima bo'ladi? Shuning uchun ham bir tekshirib o'tmasak bo'lmaydi. Tak. Qani bu yerni ochaylikchi. Xo'sh, hozircha yer yana. Tak, bo'lishi mumkin emas, nahotki
Nahotki adashgan bo'lsam. Lekin mana chiqdi. Oh, yes do'stlar, topildi. Xo'sh, qani qayoqqa tushsam ekan? Shu yerdan tushsam, lekin keyin qaytib chiqishga qulay bo'lish kerak. Shunday tushish kerakki, mana shunday sakrab chiqa qolaman. Lekin bu yerda yer tura qolsam, bu yerda ham. Aytsa, buni olib tashlab, mana bu yerdan sakrasamchi. Lekin qutini hozir sindirsam, qaytib chiqa olmayman. Bu yerda nima axlat uchun qutilar? Faykel turibdi. G'alati, juda ham g'alati. Bu yerda nima uchun buncha narsani qurib tashlashgan? Kim qurgan? Tak, tagidan o'tsak. Yo'q, bu yerda oxirigacha yetkazilmagan. Kimdir. Aniq kim qurgani? Buni crazy jitel qilgan, lekin nima uchun? Nahotki merni xotinini yashirish uchun. Lekin merni xotini bu yerda axir bo'lmasa. Hamma. Boshqa joylarda ham ko'rishimiz kerak va yo'q, bu yerda merdan xotini yo'q, lekin nima qilsak bo'lar ekan? Qanaqasiga topaman merdan xotinini? Mayli. Tak, boshqa joylarni ham bir ko'raylikchi. Bu yerda zina ketgan, lekin zina shunchaki tak ko'cha tarafga ketgan. U yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerdan hozir sakrab o'ta olmayman. Yo'q, mayli, mana buni qo'yib chiqishimga to'g'ri keladi shekilli. Qani yer blokini olamiz va tepaga chiqamiz. Janob mer, nima? Xullas, gap shundaki, bu yerda men juda ham g'alati narsa topdim. O'zingiz tushib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Nima narsa topding? Gap shundaki, u yerda menimcha crazy jitel ishlagan. Crazy jitel, meni xotinimni o'g'irlaganmi? Shunga o'xshayapti. Tushunarsan. Davay, kiring, hech qisi yo'q. Kelinni topamiz. Hozir men hammasini to'g'rilab qo'yaman. Davay, aniq o'tira olmang. Bo'pti, ketdik, tushamiz. O'shqani oppa sekin va bu yerda qanaqadir suvli joy. Bu yerda hech narsa yo'q, to'g'ri. U tarafda ham afsuski hech qanday normalniy narsa topa olmadim. Ya'ni kalavani uchini sizni xotiningizni topishga yordam beradigan. Endi bilmadim nima qilamiz. Tushunarsan. Shosh qidirib ko'rish kerak, lekin tushunarsan, bilmadim. Bu yerda afsuski rostdan yordam beradigan narsa yo'q-da bizga. Shunday. Mayli, qani bir yana ko'raylikchi. Tak. O'ylab ko'rishim kerak. Mayli, siz o'ylang, men ungacha yana qidirib turaman. Bu yerda balki kamera qo'yarmiz. To'g'ri. Demak, bu yerda tunnellar oxirigacha yetmaganmi? Demak, jitel aniq bu yerga qaytadi va shunda biz uni kamera orqali tutishimiz mumkin. Janob mer, ketib qolib shekilli. Tak, do'konga borish kerak. Hozir zo'r bo'ladi. Hozir biz hamma ishlarni yaxshi qilib tugatib qo'yamiz. Do'stlar, mana bu boshqa joy jitel. Menga kamera kerak yana. Kamera boshqa qolmadi. Qanaqasiga oxirgisini olib keting-ku, tushunursan, aytgancha o'yin atrofiga. Mayli, o'sha yerdagisini olaman, unchalik ham qiyin emas menga. Tak. Faqatgina monitorni topsam bo'lgani. Qayerda edi? Pechkani ichiga qo'yganim. Nima uchun deb so'ramanglar do'stlar. Pechkani ichida tursak, hech kim qidirmaydi pechkani ichida monitorlarni. Bo'ldi, endi esa kameralarni olib ketishim kerak. Mana bu yerda bittasi turibdi, yana bittasi qo'shnining o'yini ichida edi. Mayli, unikiga kira olmasam kerak, qulflab ketgan bo'lsa. Eshigini buzishni istamayman, chunki u bilan yaxshi munosabatdaman. Boshqa begona jitel bo'lsa bemalol kirib ketardim, lekin bunikiga kirish niyatim yo'q. Endi esa buni olamiz. Yaxshi va qo'yib qo'yamiz. Ajoyib, toshni ham oldik va yaxshi bo'lardi-da, lekin kirgim kelmayapti. Yopiq. Derazani ham sindirsa bo'ladi. Mayli, olmayman, burchagida turaversin. U yerda baribir 360 kamera turibdi. Hozir boramizda qo'yib chiqamiz. Keyin esa axir bu yerda ham bitta kamera bor. Balki ulasam ishlab ketar. Tak. Mana bunday qilamiz va ishlayapti. Demak, bu egasi yo'q kamera. Egasi bo'lsa ham monitori boshqa joyda. Qarshilik ko'rsatmasa kerak, merni xotinini topish uchun ishlatishimga. Mana buni ham olamiz va bu yerda ham ishlayapti. Kamera bu yerda ham bor endi. Yana bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Agar bu yerda ham kelib biror nimani kovlamoqchi bo'lsa, ko'ra olamiz. Lekin nima uchun bu yerda suv? Bilmadim. Bu g'alati, juda ham g'alati. Tak olishimiz kerak. Bu yerni yopganimiz ma'qul. Tak, yoki yopmasamkin. Kamerani bu yerga bunday qo'yganim bilan baribir qandaydir g'alati ko'rinyapti-da, xuddiki butun Google Obzor deymiz, chunki juda ham past turibdi, ayniqsa 360 bo'lgani uchun. Shunga kelinglar, bittasini tak mana bu yerga qo'yamiz. Ana shu yerdan u taraf ham ko'rinib turadi bemalol deb o'ylayman. Qani, hozir o'ylaylikchi va tak, ko'rinyapti. Yaxshi emas, lekin chidasa bo'ladigan darajada buni o'zib tashlaymiz. Va endi oxirgisini mana bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqda juda ham uzun tunnel turgani uchun aniq ko'rib qolaman. Kim kelsa ham aniq shu yerga
tak ulaymiz va do'stlar, ulandi. Ko'rinyapti hammasi. Yaxshi. Bu degani esa hozir borib bemalol nima qilishim mumkin? To'g'ri. Kutishim mumkin. Crazy Retailmi, boshqasimi, kim bu ishlarni qilayotgan bo'lsa ham, albatta topiladi va hozir men uni topaman, tutaman. Menga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham Crazy Retaildan qutulishimiz kerak bu qishloqdan. Chunki uni o'rniga o'zim hammani o'ldirishni istayman. Tak, endi esa hammasini o'z holiga keltirib, yopib qo'yamiz. Bitta tosh yetmay qoldi-yu, chinursin. Mayli, hozir Merni o'yini orqasidan asta-sekinlik bilan o'g'irlab olaman va bo'ldi. Yaxshi, olamiz va yopib qo'yamiz. Ajoyib. Endi esa bu yerni ham yopishimiz mumkin. Ortiqcha toshni bilmadim qayoqqa qo'yib yubordim, lekin mana bunday bo'lsa hech kim hech narsani sezmaydi. Endi shunchaki kutish qoldi va bu ahmoq Retail kelganda qo'lga tushishi aniq. Chunki kameralar srazu harakatni ko'rishganda menga signal berishadi va men borib uni osib tashlayman va farqi yo'q, krisalik qilib orqasidan shunga tayyor turish kerak. Instrumentlardan bular menga kerak bo'lmaydi, faqatgina mana bu va bo'ldi. Endi men tayyorman. Qani Crazy Retail, hujum qil.